Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun ko'pchilik so'ragan aerogrillimizni obzor qilib beramiz sizlarga. Hop, buni funksiyalaridan keladigan bo'lsak, 10 ta funksiyali bo'ladi, 10 ta programmali bo'ladi. Tepasi past ishlaydiganlik bo'ladi. Bemalol ko'rsatib bo'ladi. Ekranlari sensorli bo'ladi, bunni ichlari ko'rinib turadigan modelda bo'ladi. Buni sizlarga ochib funksiyalarini ko'rsatib beramiz. Hop, aerogrillimizni ko'ryapsizlar. Shunaqa bahaybat bo'ladi. Funksiyalari 10 talik bo'ladi. Yana buni ruchniy управление qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Buni ko'ryapsizlar, mana funksiyalarini. Shunaqa funksiyalari bor. Qozonlarni ham ko'rsanglar ancha katta bo'ladi mana. Keramический bo'ladi. Aytganimdek, tentda ham pastda bo'ladi, ham tepada bo'ladi. Ikki tomonli bo'ladi. Bu ishlash endi ashi zo'r. Buni zashtalari ham bor. Osinglar o'zi avtomatik o'chadi, avtomatik yonadigan qaninglardan keyin yonadi. Bemalol keyin sensorni qilib ishlatsanglar bo'laveradi. O'zingizlarga qanaqa funksiya kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, buni qo'yib turib, startni bosasizlar, yana ishlaydi keyin. Chiroqlarni yondi, ko'ryapsizlar. Ishlashi ham zo'r. O'chirmoqchi bo'lsanglar, yana bitta bosasizlar, o'chadi keyin. Yana xohlagan modellarda xavfsizlik nuqtai nazaridan buni avtomatik o'chadigan bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa aerogrillarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ichlari ko'rinib turadiganlik. Yana bitta narsasi esdan chiqdi. Buni o'zini shunaqa keramический lapkalari ham chiqadi. Ichiga qo'yib qo'ygani, yog'i pastga tushishligi uchun qo'yiladi bu. Bemalol zakaz qila olasizlar. Bunimiz 10,5 litrlik bo'ladi. Bundan kichkinaroq modelimiz bor, 9 litrligimiz ham bor. Bundan kichkinaroq 6,5 litrlik, 6 litrlik modellarimiz ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. Bu servis sentrlari bilan 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Hammaga rahmat.